Bo'ldi-da Imron aka, kuppa kunduzgi payt insofingiz bormi? O'zi Shirchoyga kelib, qo'lini ushlab ketdingiz Durdonani. Bo'ldi endi. Qarang, siz ushlasangiz hech kim reaksiya qilmaydi. Nima men ushlasam reaksiya qiladi, ammo qiziqmi? Biza klip olib Klip olasizlarmi, boshqami? Bo'ldi. Qo'lingizni ushlattirmang, bo'ldi, jahlim chiqyapti meni. Bundan birozgina vaqt oldin Imron va Durdona Shirchoy dasturida mehmon bo'lishgan edi. Ko'rsatuvdan olingan video esa ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Doimo kliplarda birgalikda ko'rinish beradigan ijodkorlar endi duet tarzida qo'shiq ham kuylashibdi. Biz esa bugun ularga xalaqit berishga urinamiz. Sababi yangi qo'shiqqa klip olinayotgan hudud negadir sir saqlandi va hech kim u yerga kiritilmadi. Bu holat bizni yaxshigina qiziqtirib qo'ydi. O'ylashim bo'yicha buning sababi sizga ham qiziq bo'ladi. Xo'sh, ijodkorlar nimani bunchalik sir saqlashmoqda? Demak, show biznes davom etmoqda. Mening yonimda mana shunday bir go'zallik gullarni aytyapman. Durdona, qalaysiz? Ha, men o'sha. Assalomu alaykum, bobur, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Suvlarda charchamayapsizmi? Qizarib ketibsiz, qarang suvda. Sizni kutib mana pomidorchik bo'lib ketibsiz. Qo'lingiz rangi urdi, sekin-sekin. Biz hozir Imron klip olyapti va yana Durdona aktrisa sifatida ishtirok etyapti deb syomkaga keluvdik, lekin bilsak, bu safar birato'la duetni ham aytib qo'yibsiz-a, Durdona? Shunaqa. Ajoyib qo'shiq chiqdi, lekin juda ham chiroyli qo'shiq chiqdi. Romantichniy, go'zal. Bilmayman, shu qo'shiqda Durdonani ko'rdim-da. Birgalashib. Umuman tasavvurimda shu Durdona ijro qilayotganini ko'rdim-da. Obrazini deydi-ku, shunaqa.